Restoran, kafe ochayotgan bo'lsangiz, arzon nержавейка jihozlarni sotib olish aslida sizga qimmatga tushishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir buni sizga tushuntirib beraman. Ko'pincha restoran egalari jihoz smetasiga kelganda eng arzon variant tanlab, pul tejab qoldim deb o'ylashadi, lekin 1 yildan keyin kutilmagan yashirin xarajatlar chiqishni boshlaydi. Birinchisi, sifatsiz payvandlash sabab tezda svarkasidan chiqib ketadi. Natijada svarchi chaqirib yana ortiqcha rasxod qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, arzon 201-markadan yasalgan stollar zanglab, qorayib qolishi mumkin. Buning natijasida siz tekshiruv kelganda tekshiruvni o'tolmay muammolar chiqadi. Natijada siz qayta sotib olib 2 barobar rasxodga tushishingiz mumkin. Biz Fayz nержавейка jamoasi shu kabi muammolarni o'rganib chiqqan holda mijozlarimizga vaqtinchalik emas, sifatli, jahon standartiga to'liq javob beradigan mahsulotlarni taklif qilamiz. Biz nержавейкаning eng sifatli bo'lgan 304, 430 markalarini ishlatamiz. Bu markalar o'zining yaltiroqligi va mustahkamligini saqlab qolgan holda uzoq vaqt xizmat qiladi. Bir marta sifatlisini sotib olish kutilmagan kelajakdagi o'nlab rasxodlarni oldini oladi. Oshxona uchun jihoz tanlashda uning narxiga emas, avvalo xizmat qilish muddatiga va sifatiga qarang. Biz Fayz nержавейка jamoasi 5 yildan beri 100 dan ortiq kafe restoranlarga professional xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Agar siz ham restoran yoki kafe ochayotgan bo'lsangiz yoki eski restoran kafengizni jihozlarni almashtirish kerak bo'lsa, sifatli nержавейка jihozlar uchun Fayz nержавейка jamoasiga murojaat qiling.